Ko'rishinglar mumkin. Mana chiqdi eshik. Oddiy holati, mana orqasida knopkasi bo'ladi. Pastga bossangiz bosiladi. Shu o'ta sodda narsa. Keyin qo'yishda ham shuni mana ilmag'i bor. Bo'ldi mana tayyor eshigimiz. Xudo xolasa o'ta zo'r fishkasi. Shunda xudo xolasa bitta like bosib qo'yasizlar. Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari. Mana hadeb sizlarga kadr orqasidan ko'rsatib, boshqa qilmasdan xudo xolasa o'zimiz har bitta detallarni ko'rib, ushab sizlarga obzorni qilib beramiz. Xudo xolasa bu ishimiz razmerlarga keladigan bo'lsa, do'stlar, eniga 340, balandligiga 225 ga tushadi. 4 metr joylar bo'lsa, xaladinliklar bilan birga bemalol tushadigan ish. Xo'p, materialga keladigan bo'lsa, Kashtan firmaniki 1.8 bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Qalinligi ancha qalin. Ruchkalari ham yaxshisidan qo'yilgan. Shkaplari ham bemalol gaz ballonlari tushadi. Petlalari ham 3 tasidan qo'yilgan. Eng buni zo'r bitta fishka tomoni bor, do'stlar. Buni petlasida hozir unisi ham e'tibor kichikroqda ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Hozir eng zo'r tarafi bunda yana bitta fishkasi stalish hissasi. Bizda har doimgidek qalini bo'ladi, rossiyskiy, kedirdiki xudo xolasa xizmat qiladigan, suv bo'lmaydigan. Zo'r moshnik urib solib, jaydari uyda ham, xonadonda ham nevarasi, chevarasi ustiga chiqib o'ynaveradigan bolalarga xudo xolasa zo'r xizmat qilib beradi. Hozir buni zo'r fishkasini aytaman, do'stlar. Mana petlasi, oddiy petlasi. Uyda xonadon egalari qiylanib qolsa, mana eshikni bitta chiqaradi. Ko'rishinglar mumkin. O'zi ayollarimiz ham buni kirgizib chiqarib qo'yadi. Ja, narsaga arkani qiylansa, shunday holatda buni solib qo'yadi bemalol. Mana ko'rishinglar mumkin. Tayyor, xudo xolasa. Buni zo'r taraflari mana baladonlarning ichlariga qoshiq padonlarni solib qo'yganmiz chiroyli holatda ko'rishinglar mumkin. Xo'p, har doimgidek buni bonusini aytib ketamiz. Bizda hamisha bonus bo'ladi. Moykasi, semistitli, sushilkasi ichida bo'ladi ko'rishinglar mumkin. Moyka ham 4 burchak qorasidan, semistitlilarni ham bu safar yaxshi yondashganmiz, qimmatidan qo'yib qo'ygan. Olib yana boshqatdan xonadon egasi semistitli olib qo'ymaydi. Shunday ustunobga qiladi, bo'ldi. Xo'p, bu bitta rangimiz. Orqada yana bitta rangimiz bor. Uni ham ko'rib o'tib ketasizlar, xudo xolasa ko'rsatamiz. Mana keyingi ishimiz xuddi shu holatda, do'stlar. Buni ham razmerlari xuddi shu 340 ga, balandligi 230 ga joyiga tushadigan ishimiz laminat varianti. Xo'p, do'stlar. Bittasi akrilit bo'lsa, bittasi laminat. Kimnidir xonadonida akrilit ishlatgisi keladi, kimnidir laminat ishlatgisi keladi. Bunda ham xuddi shunaqa hamma yo'g'i detallari, zapchastlari birga bir, prosta fasad qismida farq qiladi xolos. Fasad qismida ko'rishinglar mumkin. Petlalari hamma yo'g'i xudo xolasa bir xil narsa, faqat yuza qismida farqi bor. Bularning ham xuddi shunaqa moykasi, semistitli, sushilkasi ichida bonus bo'ladi. Vodiy ichi dastlabki qilib beriladi, xudo xolasa. Eng qiziq joyini oxirida aytaman, do'stlar. Baribir hamma ko'radi, summasi deb yozadi. U narxlarni chiroyli qilib aytib o'tib ketamiz. Bundan xuddi qoshiq padonlari ichida bo'ladi. 3 ta narsasi bonus bo'ladi, besplatni. Xudo xolasa olib borib, vodiy ichiga o'rnatib beramiz, eng qiziq. Farg'onadan bo'lasizmi, Toshkentdan bo'lasizmi? Toshkentga deganimning sababi chiqib ketib qoldi o'zimdan. Shoperga, Isuzuga gaplashsanglar, arzonroq chiqib yuklayveramiz. Yo'q, pulini kelsa o'zimiz olib borib, o'rnatib ham beraveramiz Toshkentga. Toshkent shahriga. Xo'p, bularning narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, laminat variantimiz, xo'p, 7 million so'm. Laminat variantimiz 7 milliondan vodiy ichi besplatni dastlabki ustunovka. Akril variantiga ham o'tib aytamiz, unisini ustida aytganimiz bo'lakcha bo'ladi. Xo'p. Do'stlar, akril variantini do'stlar 8 million so'mdan chiroyli qilib uylarga o'rnatib, xudo xolasa, gaz vitishga olsanglar, o'rnlarini o'yib chiroyli qilib, o'rnatib, ustunovka qilib vodiy chiqib beramiz, do'stlar. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqarasizlar. Ishlar.